Assalomu alaykum va rahmatulloh. Salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, xudo xolasa bugun Topic 2 tikki tahlilini birgalikda boshlaymiz. Albatta o'sha va'da qilingan 2026-yil yangi chiqqan materiallardan bo'ladi. Biz hozirgacha ilk tahlillarini birgalikda ko'rib chiqqan edik. Endi o'sha talablarga binoan nasib bo'lsa tikki tahlilini ham boshlagan bo'lamiz. Ekranda ko'rib turibsizlar, ikkiga bo'lib olganman. Bizda hozirgacha taqdim qilingan testlarni ko'radigan bo'lsak, rasmli holati, tagidan matnli holati berilgan. Bu Moegosa testi bo'lganligi uchun tahlili alohida kitob sifatida berilgan. Men bitta oynachaga qilib qo'ydim. Xudo xolasa tushunarli bo'ladi. Sal noqulayroq bo'ladi-yu, foyda olsa bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, agar siz bu darsdan maksimal darajada foyda olmoqchi bo'lsangiz, bu hali testni yechib ko'rmagan bo'lsangiz, o'zingiz imtihon muhitida audiolarini qo'yib, real muhitda bitta o'zingizni tekshirib ko'ring, test qilib ko'ring, yechib ko'ring va javoblaringizni tekshirish maqsadida keyin bu video darslikni ko'radigan bo'lsangiz, nasib bo'lsa yaxshigina foyda olsangiz bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa kelinglar testni boshlashga kirishamiz. Xo'p, bizda birinchi chap tomonga qaraydigan bo'lsak, oynada berilgan 1 dan 50 gacha savollar va birinchidan 3-gacha bo'lgan savollardan boshlaymiz albatta, boshidan. Xo'p, birinchi savollarda bizdan nimalar so'raladi? Ta'mir tikko, qachon almazin kirim, tuni grepperil ko'rishibsho deyilyapti. Kelasi savollarni eshitib, eng mos bo'lgan rasm yoki grafikani tanlang deyapti. Buni yaxshi bilamiz. Biz imtihonga kirar ekanmiz, bizga darhol bu audioni qo'yib boshlashmaydi. Audioni qo'yib boshlanganda ham ozgina musiqalar bo'ladi va nima deydi? Ovoz yaxshi eshitilyaptimi, yo'qmi? Muammo bormi, yo'qmi? Agar muammo bo'lsa, shu nazoratchilarga yetkazinglar deb turib, boshida ozgina imtihon bilan bog'liq tushuntirishlar bilan keyin imtihonga o'tib ketadi, to'g'rimi? Shu paytda siz ochib ko'rib tursangiz bo'ladi. Shu paytda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Birinchi, ikkinchi har doim rasmli holatda qaysi rasm haqida gapirilyapti, shu rasmni to'g'ri ifoda qilingani, tushuntirilganini tanlashingiz kerak. Uchinchisida bo'lsa, grafikani to'g'ri tushuntirilgani, xuddi 53 sigib yozamiz-ku. Xuddi shuni audio holatda gapirganini, nisbatan soddaroq holatda bo'ladi. Shuni biz to'g'risini topishimiz kerak bo'ladi. Endi kelinglar, mana rasmdan biz hali audio qo'yilmayapti deb tasavvur qilaylik. Ochdim. Sirazi men nimalar qilib olishim kerak? Ochganimda qarasak, biz o'zi eng muhim narsa, ikkita narsaga e'tibor berishimiz kerak. Birinchi, orqadagi fonlar, ya'ni qayerda bo'lyapti bu narsa? Vaziyat joyiga e'tibor berishim kerak. Birinchisi avtobusda bo'layotgan ekan, ikkinchisini ko'radigan bo'lsam, avtobus kutadigan bekatda, uchinchisi uchegukda, ya'ni pochtaxonani oldida namja bilan yoja ko'rishyapti. To'rtinchisi pochtaxonani ichida ekan. Joylarini ko'rib oldim va keyingisi namjamdan yojani yoqqanini bilishimiz kerak. Ya'ni ular qaysi vazifada kelyapti bu audioda? Boshliqmi, ishchimi, o'rtoqmi, xizmat ko'rsatuvchimi va hokazo. Va biz bir-birini vazifalarini bilib olishimiz kerak. Birinchisining vazifasida namja mijoz sifatida, bu haydovchi sifatida ekan, ayol kishi. Bu yoqda ikkalovi yoki o'rtoq, hali men eshitmadim, bilmayman, yoki endi ko'rishib turib biror bir narsani gaplashyapti. Bu yoqda ham xuddi shunaqa, faqat gaplashayotganini farqi bor. Birinchisi avtobus bekatida bo'lsa, ikkinchisi pochta xonani yonida ekan. Uchinchisida pochtaxonani ichida. Va biz o'z-o'zidan tasavvur qilsak bo'ladi. Avtobus nima haqida gap kelsa, men unga qarayman. Avtobus ichida kartani tegizyapti, pul to'lovimi va hokazo shu haqida gapirsa buni, yoki pochta bilan bog'liq gaplar kelsa, demak pochtaxonani oldida turibdi, bekorga detallar berilmayapti. Shunga e'tibor berib eshitaman. To'rtinchisida pochta jo'natmoqchimi va hokazo. Mana shularga e'tibor berib oldim va audio boshlandi. Tasavvur qiling, audio boshlandi. Bu yoqda men mazmuniga har bir gapidan siz ko'z yugurtirib turaverishingiz kerak. Ya'ni qaysi gapda qaysi bir anaqaga rasmga mos gaplar kelyapti. Xo'p, bu yoqda o'qishni boshlayman. Namja gapirib boshlar ekan. Birinchi namjaga qarab turamiz. Namja qaysi yoq kaldaligini, namja gap boshlasa. Cho 말씀 좀 여쭐게요. 우체국이 어디에 있어요, deyapti.
man gapni biroz so'rayman. Yodjuda degani so'ramoq. Ya'ni men ozgina so'rab ko'rsam bo'ladimi demoqchi bo'ldi. Toza tarjimasini chiqaradigan bo'lsak, malsim malni hurmat shakli bilamiz. Yodjuda mutta, ya'ni so'ramoqni hurmat shakli. Yodjo poda bo'lishi ham mumkin, xuddi murro poda shaklida kelgani kabi. Man ozgina so'rasam bo'ladimi? Pochtaxona qayerda deyapti. Xo'p, pochtaxonani so'rayotgan ekan. Pochtaxonani oldida turib hech hayotda pochtaxona qayerda deydimi? Yoki pochtaxonani ichiga kirib olib turib pochtaxona qayerda deydimi? 3 bilan 4 qanaqadir birinchi gapini o'zidan g'alati tuyulib boshlayapti. Uje gap bu haqida ketmayotganga o'xshaydi. Menda ozgina shubha paydo bo'ldi. Kelaylik endi shu to'g'rimi, noto'g'rimi yozani gaplarini eshitib turib bilib olamiz, Ya'ni o'qiyman. Korokaginin so'm mol qo'yayo. Piyoda yurib borishga biroz uzoq deyapti. Uzoq yaqinda turibdi-ku. O'z-o'zidan men chiqarib yuborsam bo'lar ekan, 3 bilan 4. Piyoda borishga biroz uzoq. Yogi esa Sanbegibon postiril tagu kaseyo deyapti. Bu yerdan 302-avtobusni minib boring deyapti. Avtobus ichida turib, uni mining demaydi-yu. Men bu yoqdan ko'rsatyapti. Mashitdan mining deyapti. Kamsamnida deyapti, rahmat deyapti. Shuni evaziga bu yoqda to'g'ri javob 2 bo'lar ekan. 2. Mana shunaqa ko'rinishda olsak bo'ladi. Xo'p. Keyingi tikkiga ko'ramiz. Keyingisida nimalar bo'lyapti? Yana boyaginga o'xshagan biz detallariga e'tibor berishimiz kerak. Xo'p, birinchisida orqa fondan coffee shopda ekan va vazifalari qiz ofitsiant bo'lyapti. Namja qanaqadir mijoz holatida kelyapti. Kofe olib kelib beryapti. Keyingisida Samushil ishxona muhitida bo'lyapti. Namja katta ehtimol bilan sajanga o'xshayapti. Yoja bo'lsa kofe olib kelib beryapti. Qanaqadir yordamchi ishchisi. Uchinchisida ham xuddi shunaqa Samushil muhitida, faqat qanaqadir kofe mashinasi buzilib qoldimi yoki kofe taralyaptimi, va hokazo shu bilan bog'liq fikrlar kelsa kerak deymiz rasmni ko'rib. Namja boshliq endi kelibdi va hokazo. Masalan, to'rtinchisida bo'lsa oilaviy kofe ichib televizor ko'rib o'tirishganga o'xshaydi yoki o'rtoqlar, buni bilmaymiz. Gapidan qaysi biriga mos keladi? Mana shuni ko'rib olamiz. Bu uyda katta ehtimol bilan, Bu yog'i ishxonada, bu yog'i kofe shopda va vazifalarni ham bilib oldik. Mijoz xizmat ko'rsatuvchi, boshliq bilan yordamchi va o'rtoq yoki o'zaro oila. Shuni bilib oldik. Shunga qarab turib endi men tahlilini boshlasam bo'ladi. Shunga qarab bitta gapidan sirazi g'alatirog'ini olib tashlab turamiz. To'g'ridan to'g'ri javob belgilash qiyin bo'lishi mumkin. Endi topik boshlagan bo'lsangiz. Shuning uchun xatosini chiqarishdan boshlash kerak. Iyoja gapni boshlayapti. Hop, ko'pi hanchan hamyonso chumshiseyo. Oje pamedo yaqin hashotsanayo deyapti. Ya'ni bir chashka kofe ichib dam oling. Kecha kechqurun, oje degani kecha, pam tun degani bilamiz. Bitta qilib qo'shib yasalyapti. Oje pam kecha kechqurun. Yaqin degani qo'shimcha ishlash. Ishdan qolib, ya'ni ish tugagandan keyin ham qolib qo'shimcha ishlashga nisbatan yaqin deymiz. Kecha kechqurun ham yaqin qilgansiz-ku, qo'shimcha ishlagansiz-ku deyapti. Ya'ni kofe olib borib beryapti. Biroz dam oling, kecha ham ishlagansiz-ku deyapti. Qaysi biri to'g'ri keladi? Qo'lida kofesi bor. Okay. Va kecha ham ishlagansiz-ku deyapti. Va namjaga gapiryapti. Mana shu yoqda namjani javobi kelyapti. Ko'mabsimnida kofe shopga tanyo'n qo'yayo. Rahmat, kofe shopga borib keldingizmi deyapti. Shu paytda yoja aytadi. Anyo, Hyugishireyni kofe mashiniro chigim neryapsizlar. Yo'q, Hyugishil degani dam olish xonasida bo'lgan kofe mashinasiga hozir tushib keldim deyapti. Ya'ni hozir tushib chiqdim, shu yerdan olib keldim degan ma'noda aytadi. Xo'p, endi bu yoqda kofe shopda emas ekan, bu yoqda. Hyugishil deyapti, dam oling deyapti, ishxona muhitidagi suhbat ketyapti. Shuning uchun men birini o'z-o'zidan chiqarib tashlayman va uydagi suhbatni ham chiqarib tashlayman. Kofe shopga borib keldim va hokazo. Va kofe berayotgani eng to'g'risi namja ishlayapti. Biroz dam oling degan joyi ham bor-da. Ishlayotgan muhit. Biroz dam oling, kecha ham qo'shimcha ishladingiz-ku deyapti. Shuning evaziga to'g'ri javobimiz bunda ham 2 bo'lar ekan. Xo'p. Keyingi
grafikaga qaraymiz. Bizda 3-savolimiz grafika bo'lyapti. Men bu yoqni ham tushirib olay. Grafika bo'lyapti. To'g'ri javob qanaqa topiladi? Grafikani gapirayotganda tushunmasangiz ham topasiz bo'ladi-da. Bu juda ham oson. Nima mazmun kelyapti? Bu 10-15% tushunsangiz ham topasiz bo'ladi. Bu juda ham oson savol turi tikkidagi. Qanaqa topiladi? Har doim ikkita bir xil tushadi. Odatda mana shunaqa bo'lib tushadi. Ya'ni ko'radigan bo'lsak, tepada qaraydigan bo'lsak nima deyapti? Tablet pishiye yondobol pammeran. Ya'ni planshet deymiz, tablet pishi. Qisqartirib tablet desangiz ham bo'ladi, tablet pishi ham bir xil ikkalovi. Ya'ni planshetni yondobol, ya'ni yillarga ko'ra deyapti, sotuv miqdori. Qaysi yilda qancha sotilgan, mana shuni miqdor. Bilmasangiz ham zarari yo'q. Bu tarjimasini umuman bilmayapsiz. Okey, mana shunaqa ketar ekan. 3 bilan 4 da ius ketayotgan ekan. Tanlovini sababi. Xo'p, raqamlarni yaxshiroq bilsangiz, ko'tarildi, tushdi, mana shuni sal biladigan bo'lsangiz, topasangiz bo'ladi. Ketma-ketligini to'g'ri qaysi birini aytayapti? Shunisini ko'rib olishingiz kerak. Keyingisida nima deyapti? Tablet pishiri sonta kanyu. Ya'ni mana shu naqani smartfon emas, nima deymiz? Tablet, ya'ni planshet. Planshetni tanlanganini sababi, ya'ni nima sababdan tanlashdi, mana shuni sababi. Ketma-ketlik songning kelyapti, bunisida kagyok kelyapti birinchi o'rinda. E'tibor berishimiz kerak, birinchi qaysi birdan boshlanadi. Bu yog'ida, uchinchisida ikkinchi o'rinda kelyapti, kagyok kelyapti va oxirida muge kelyapti, ya'ni og'irligi. Bu yoqda og'irligi ikkinchi o'rinda kelyapti. Funksiyalari qanaqa, nima afzalliklari bor, qanaqa yaxshi tomonlari bor, bunisini oxirida bergan ekan, uchinchi. Bu birinchi bo'lyapti. Okey. Ya'ni bu yoqda qaraydigan bo'lsak, 2017-yildan beri 2020 gacha tushib keldida, 21da ko'tarilib ketdi. Bu yoqda qaraydigan bo'lsak, 20 gacha ozgina-ozginadan ko'tarilib keldida, 21da tushib boshladi, ya'ni 20 dan 21 gacha. Xuddi mana shuni gapda aytadi. Qaysi birini to'g'ri aytayapti? Birinchi, albatta sotuv miqdori haqida gap ketadi, ya'ni bu yoqga qaraylik, faqat yozani o'zi gapirayotgan ekan. Kugne tablet pishiye 국내 태블릿 PC 판매량이 조금씩 증가하다가 최근에는 큰 폭으로 상승했습니다. Ya'ni 국내도 davlat ichidagi mana shu naqalar iPadlar, ya'ni planshetlarni sotuv miqdori ozgina-ozginadan o'sayotib deyapti. Shu kunlarda katta suratda, katta naqada, kesimda o'sdi deyapti. Ozgina-ozginadan ko'tarilyotib, shu kunlarda katta ko'tarilib ketdi. Ya'ni mana shuni kelib turib bittada ko'tarilib ketdi shu kunlarda deyapti. Bu yoqda qaraydigan bo'lsak, birinchisida ko'tarilib emas, tushib turib ko'tarilayotgan ekan. Buni chiqarib tashlaymiz, tushib turib ko'tarilyapti. Neryogadaga 증가했어요 deganda yoki 상승했어요 deganda bu to'g'ri bo'lardi. Ikkinchisida ko'tarilib turib tushib ketibdi. 증가하다가 내려갔어요 yoki 줄었어요. Va bu holatlar bo'lganda ikkini olsam bo'lardi. Ya'ni tushdi demayapti-da, ko'tarilibdi. Ozginadan ko'tarilyotib, yana ko'tarilib ketibdi. Davomiy. Ikkalovi ham xato bo'lyapti, 1 bilan 2. Endi 3 bilan 4 ni qarayman. Ya'ni bizda aytib bo'ldi, sotuvi, ko'tarilish tushishini. Endi bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, keyingi gapida nima deyapti? 이렇게 판매량이 늘어난 이유로는 태블릿 PC의 성능이 좋아서가 가장 많았고 가격이 저렴해서 노트북보다 가벼워서가 차례대로 그 뒤를 이었습니다. deyapti. Ya'ni bunaqa sotuv miqdorini o'sishini sababi mana shu tabletlarni, ya'ni o'zbek tilida kelmay qoldi, uzr so'rayman. Nima edi? iPad deb o'rganib qolman. Xullas, mana shu bildinglar-ku. iPadlar. Mana shularni naqasi, songning, ya'ni funksiyalari, ishlashlari, qanaqa funksiyalari bor? Kamerasi yaxshimi, 20 pikselmi, 200 pikselmi? Mana shunaqa funksiyalari yaxshiligi eng ko'p bo'ldi deyapti. Songning birinchi o'rinni oldi deyapti. Bu yoqda qaraydigan bo'lsak, 3niki to'g'ri bo'lyapti. Songning birinchi o'rinda turibdi. Xo'p, 3ni olishimga yaqin ekan. Bu yoqda kagyok kelyapti. Buni chiqarib tashlasam bo'ladi, kagyok.
Kagok birinchi o'rinda emas ekan. Eng ko'p bo'ldi deyapti. Eng ko'pi songning to'g'ri kelyapti. Kagyogi choryomeso. Notebookda kabyoso. Kagyogi choryomeso va muge deyapti, og'irligi. Hammasi mana shunga to'g'ri kelyapti. Buni olsam bo'ladi. Bemalol. 3 to'g'ri ekan. Mugesini oxiri deyapti. Audioda, ya'ni matnli holatda ham. Notebookda kabyosoga charedero, ya'ni ketma-ketlikda degan charedero, ketma-ketlikda mana shu navbatda. Mana shu ketma-ketlikda uni orqasidan keldi deyapti, ya'ni unaqa cho'sa qilishgan, tadqiqot o'tkazishgan. Mana shuni tanlov qilishganini, tabletni nima sababdan odamlar ko'proq tanlashdi, sotuv miqdori ko'payib ketibdi-yu. Tanlov miqdori funksiyalari zo'r bo'lgani birinchi o'rinni olibdi, narxi arzonligi, ya'ni Kagyogi ikkinchi o'rin va og'irligi ham yengilroq deb aytadi. Notebookga qaraganda yengilroq deb turib shu ketma-ketlikda keldi. Bizda 3 to'g'ri bor. Ba'zan ilkida, ya'ni tikkida mana shu savolda birinchisini o'zi to'g'ri bo'ladi-da, ikkinchisini o'zini chalkashtirib qo'yadi. Songning 3 bilan 4da birinchi o'rinda songning turadi-da, ikkinchisi ketma-ketligidagisida chalkashtiradi. Shularni ketma-ketligiga qarab turasiz. Ba'zan bular to'g'ri bo'ladi, ba'zan bular bo'ladi. O'sib tushishini. Qay darajada shuni tushunyapsiz, o'syapti, tushyapti, yillar kesimida yetadi. 2020-yilgacha tushib kelayotib ko'tarildi. Qaysi birini to'g'ri izohlab beryapti. Shuni tanlashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana shunaqa. 3 dan 4 gacha, uzr, 1 dan 3 gacha bo'lgan savollarni bugun ko'rib chiqdik birgalikda. Xudo xolasa, savollar kesimida oxirigacha ko'rib chiqishga harakat qilamiz mana shu yangi chiqqan kitobdan. Yangi so'zlarni yodlab qo'yish juda ham muhim, tikkida ham, ilkida ham. Yechgan bo'lsangiz, javoblarni tekshirib borsangiz bo'ladi. Xo'p, birinchi savollar aynan 1 dan 3 gacha edi, keyingisi nechidan nechagacha bo'ladi? Keyingisi 4 dan 8 gacha. 4 dan 8 gacha bo'lgan savol turini xudo xolasa kelasi video darslik sifatida sizlarga taqdim qilaman. O'rganinglar, foydasi tegsa juda ham xursand bo'laman. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.